Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilgan joyimiz Urganch shahrining markazida bo'ladi. Ko'rganingizdek inshoot kanal. Berimizda yine Bana Yesek bozor, Avesto, Jaloliddin Manguberdi, Medin Institut bo'ladi. Hamma yere yaqin. Ban tarafimiz vokzal. Ban aeroportskiy yo'li. 4 etajli domning 3-etajında remontdan chiqib turgan joyimiz shu domda bo'ladi. Esa ketdik, uyning chan taraf bilan donishdi. 3-etajimizga yetib keldik. Shu xonadonimiz bo'ladi. O'rtalikda joylashgan, girish eshiklarimiz yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Ko'rganingizdek uyimiz toza remontdan chiqib turibdi. Oyoq teglarimiz ajoyib holda döşelgan. Oyoq tegimiz pol bo'ladi ekan. Girish xotimiz ham ko'rganingizdek ajoyib pishgan, katta olib, aboydan chiqib turibdi ekan. Hali hech kim yashamagan. Lyustralar ham ajoyib bundan daqilgan ekan. Bir yandan boshlaydi olsak, berimiz detskiy spalnisi bo'ladi. Ko'rganingizdek ajoyib keng tushgan, katta olib, oyoq teglarimiz ajoyib holda döşelgan, jaluzi pardalar asilgan, ataplenalari o'tib turibdi. Patologlarimiz ham buyuk. Chan taraf eshiklarimiz ham yaxshi, sifatli oq eshiklardan qo'yib qo'ydilar. Ko'rganingizdek berimiz kattalar spalnisi bo'ladi. Görüşünüz mümkün. 6 metre, 3 metre razmeri dim katta tushgan. Berimiz ham ajoyib aboydan chiqib turibdi. Registrlar o'tgan. Jaluzi pardalar. Ban tarafimiz katta yo'lga qaragan. Ko'rganingizdek ko'pirdan tusharish Jaloliddin. Mestas ham dim ajoyib. Shaharning markazida joylashgan. Berimiz esa zal bo'ladi. Zalimiz ham ajoyib keng tushgan, katta olib, balkon ham bo'ladi. 2 metr 6 metrlik qo'shib qo'ydi ekanlar uni zalini. Bu yerda yana ko'rganingizdek kaminli pechlar ham bo'ladi. Ishida gazlar o'tib turibdi. Ajoyib yoqib qo'yarsiz. Skvoznoy kvartira bo'ladi. Jaluzi pardalar asilgan, aynalarimiz akvayna bo'ladi. Ataplenalarimiz ham o'tib turibdi. Ajoyib lyustralar asilgan. Berimiz yana TV zonasi, televizorlari bor. Oppoq bo'lib remontdan chiqib turibdi uyimiz. Kvadrat metr ham katta, 80 kvadrat metr. Berimizda esa toalet vannasi bo'ladi. Addenli joylashgan, kafelar chiqib turibdi. Hamma narsasi toza qo'yilgan. Berimiz esa sanuzel bo'ladi. Patologadon kafel. Tepamiz plastik, bu yerda o'manliklar qo'yilgan. Ajoyib vannalargacha toza qo'yilgan. Bu tarafimizda esa oshxonamiz bo'ladi. Mebellarimiz ham ajoyib qimmat mebellardan qo'yilgan, kir mashinalariga ega. Gazlarimiz kelib turibdi. Gaz, suv, svetdan umuman problemasi yo'q. Vitishkalar ham o'tgan. Bu yerda xolodilnikimiz bo'ladi ekan. Bir xolodilnik ko'na ekan, boshqa joylari toza. Bu yerda aynasi bo'ladi. Aynalarimiz hammasi akvayna aytib o'tganmi? Oyoq teglarimiz ham arzon holda döşelmagan, qimmat oppoq hollardan döşab qo'ydilar. Ko'rganingizdek uyimiz toza remontdan chiqib turibdi. Ajoyib. Ko'rganingizdek oppoq o'tib turibdi. Kvadrat metrlar ham katta. Narxini keladi olsak 515 million so'm bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon aytib bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.